Aynan har doim bir narsani o'ylayman. Aynan rivojlanmagan homiylar kelganda. Buni asosiy sababi sifatida birinchi o'rinda ruhiyatni qo'yaman. Masalan, kelinlar keladi, qanaqadir kayfiyati tushkun, qanaqadir bir yashashga xuddi ishtiyoqi yo'qdek, xuddi boyagi nima deydi, dunyoga keldi, katta bo'ldi, turmush qurdi va to'xtab qolganday hayot. Yoki bo'lmasa o'sha homiladorlik, hatto shunaqa ayollar keladi, yillar davomida homilador bo'la olmaydi. Shunaqa bitta follikullarni tekshirish yoki bo'lmasa bitta homilani bo'lish uchun jonini bergidek. Lekin tayyor homilador ayollar keladi, umuman kayfiyati ha mayli. O'sha narsani endi homiladorlikda evaziga shunaqa bo'lyapti-da deb aytamiz. Ayniqsa mana bu yerda o'tirgan qaynona bilan onani gapi hech kimga yoqmaydi. Bizni davrimizda unaqa bo'lar edik, bizning davrimizda bunaqa bo'lar edik, mana bunaqa qilib xaltaga ko'tarar edik, buni bunday qilar edik deb aytadi. Boyagi kelin ana shunaqasiga o'tirib deb mana bunday qilib ensasini qotirib o'tiradi. Sababi aynan keyin aytaman, shu o'rtada odammanki, endi men vrachman. Bu kelinni ham avaylashim kerak, qaynona bilan onaga ham yaxshi gapirishim kerak. Xola, sizdek ana nima edi, siz davringiz boshqa bo'lgan, sizni yegan ichganingiz boshqa bo'lgan, sizda hayotingiz boshqa bo'lgan deymanda endi kelinlar tarafidan olish uchun. Lekin aslida men o'zimni o'ylashim bo'yicha-da hamma narsamizni tayyor qilib bekorchilik ko'payib ketmadimikin deb o'ylayman. Shaxsan men mana necha yilgacha masalan supurganman hamma joyimni. Tandir, o'choqqa masalan, o'choqqa suv isitib kir yuvardik. Mashinada bo'lib ketdi hamma yeyotgan narsalarimiz. Umuman faqat kirni yoyapmiz hozir. Bunday olib yoyib qo'yapmiz. Bo'ldi, qilayotgan ishimiz mana shunaqada. Shunaqa kelinlar keladi, qaynonalar keladi. Men so'rayman-da, nima deydi, doktor yotish kerak. Bechora qaynonalardan yuragi olinib qolgan. Boya rivojlanmagan homiylar, hech narsa qildirganimiz yo'q. Rivojlanmagan homiylar yoki bo'lmasa boyagi doim tonus degan gapga yurishadi-ku. Keyin bechora qaynonalar bunday qiladi. Hech narsa qildirganim yo'q, hatto o'rnidan turg'izganim yo'q. Bunaqa qilganman. Bechora qaynonalardan yuragi olinib qolgan. Lekin o'zi o'sha paytda qanaqa chopgan, qanaqa paxtasini ham tergan, boshqa ham qilgan, nechta bolani boqqan masalanda endi.